Aytishlaricha, ba'zi buloqlar hech qachon uxlamaydi, shivirlaydilar. Ularning suvi eng sovuq kechalarda ham muzlamaydi, chunki u erdan emas, iglashdan to'xtamaydigan kozlardan oqib chiqadi. Chortoq yaqinidagi tumanli vodiyning chuqurligida, qiyshiq qoyalar va yovvoyi bodom daraxtlari orasiga yashiringan mahalliy aholi 40 qiz deb ataydigan unutilgan soy, 40 qizning bahori bor. Sayohatchilar kunduzi oylamasdan otib ketishadi, lekin quyosh tog'lar ortida erib ketishi bilan hech kim uning nomini baland ovozda nafas olishga jur'at etmaydi. Keksalar asrlar oldin g'oyib bo'lgan 40 nafar yosh ayol, kochmanchilarning qizlari yoki balki shafqatsiz xonning kanizaklari uning oltin zindonidan qochishga uringanlari haqida hikoya qiladilar. Ularning qanday g'oyib bo'lganiga hech kim rozi emas, lekin hamma qasam ichadi. Ularning hayqiriqlari aksado berishdan to'xtagan oqshomning ozdayoq toshlardan suv oqa boshladi. Bugun ham yarim tundan keyin jarlik yonida tursangiz, suv ostidagi tovushlarning olisdagi qayg'u xoridek xira guvillashini eshitasiz. Ko'pchilik bu afsonani sinab ko'rdi va bir nechtasi aqli raso bo'lib qaytdi. Buvimning ajin bosgan qo'llari qaltirab olov yonida choy qozgatib, oy to'lganida hech qachon buloqqa yaqinlashma, bolam, hali qizlar sanab yuribdi, deganini birinchi marta eshitganim esimda. Nimani hisoblash? Men hech qachon so'ramaganman. Yillar o'tgach, qiziqish meni u erga sudrab kelguncha. Buloqqa olib boradigan yo'l qaragay soyalarni kesib o'tgan tuproq yo'ldan boshqa narsa emas edi. Havo har qadamda sovib borardi. Hol tosh va zanglagan qonga o'xshagan eskiroq, metal narsaning hididan quyuqlashib borardi. Tozalikka yetganimda, oy to'g'ridan to'g'ri toshlar ustida osilib, suvni kumushga aylantirdi. Bu oddiy oqim emas edi. U qoyadagi qorong'u yoriqdan asta-sekin qon oqardi. Har bir tomchi tirik yurakdek urib turgan sayoz hovuzga qulagancha xira porlab turardi. Telefonim signal ko'rsatmadi. Ortimdagi o'rmon juda jim edi. Go'yo hasharotlar ham gapirishdan bosh tortdi. Men tiz cho'kib, qo'limni hovuzga botirdim. Suv sovuq yonib, terimni tishladi, lekin orqaga qaragan kozgu meniki emas edi. Bu ayolning yuzi, rangi oqargan va kozlari ichi bosh edi. Men eshitmasdim. Keyin shivirlar boshlandi. Ular yer ostidan ko'tarilib, avvaliga qatlam-qatlam va yumshoq, so'ng o'tkirroq, umidsizroq bo'lib, quloqlarimga pichoqdek sirgalib o'tgan yagona iborani hosil qilishdi. Biz 40 edik, bir bo'ldik. Orqaga qoqildim, yuragim urildi. Atrofimdagi daraxtlar yaqinroq buralib qolgandek, shoxlari quloq solayotgandek egilib turardi. Qayerdadir buloq narigi tomonida ingichka va qaltirab naychala boshladi va men bir lahza toshlar orasida harakatlanayotgan uzun bo'yli, oppoq pardali, sochlari xuddi suv ostida suzayotgandek figuralarni ko'rdim. Biri menga qaradi, uning ko'zlari zulmat quduqlarini bo'shatib qo'ydi va men qishloq aholisi nega bu erga hech qachon uy qurmaganini shu lahzada tushundim. Men yugurdim, lekin yo'l ozozdan buklanishda davom etdi va meni yana o'sha la'natlangan tozalikka olib bordi. Oy bulutlar ortidan miltillardi va shivir-shivirlar eshitilib, har tomondan meni aylanib o'tdi. Bizni eshitdingiz, endi qoling, oyog'im loyga botdi. Nafasim sovuq havoda sharpaga o'xshab ketdi va suv yoyilib, tirik qo'llardek menga yetib borayotganini angladim. Men qichqirdim, lekin ovoz tunda yutib yuborildi. Keyin hamma narsa qorayib ketdi. Na o'g'riq, na tovush, faqat havodan qalinroq suvga tushish hissi. Kozimni ochsam hamon bahor bo'yida edim, lekin tong otib, qushlar hech narsa bo'lmagandek sayrashardi. Telefonimning batareyasi tugab qolgan, oyoq kiyimim hol bo'lgan. Bilagimdagi belgini ko'rmagunimcha, men hammasini tushida ko'rganman deb o'yladim. Terimga oyilgan 40 ta mayda chiziqlar, tirnalgandek yubka, hali ham biroz qon oqmoqda. Qishloq ahli keyinroq menga aytishdiki, qizlarning tamgasini ko'targan hech kim Chortoq vodiysini uzoq vaqt tark eta olmaydi, chunki bahor ularni qayta-qayta chaqiradi, oxiri javob bermaguncha. Bu 2 oy oldin edi va kecha men xonam ichidagi suv tomchilarining ovozidan uyg'onib ketdim. Shiftdan emas, Kozimdan.